Al-Ba'is xalqlarga payg'ambarlar yuboruvchi, kishilarga himmat yuboruvchi, o'liklarni qayta tiriltiruvchi. Masalan, inson Alloh tomon biroz harakatlansa, Alloh uning harakatiga baraka berish, shijoatlantirib, qalbini ochadi va toat qilishiga yordam beradi. Agar inson botil yo'lni yoki shahvat yo'lini yoki moddiy yo'lni yoki ozor beruvchi yo'lni tanlasa, Alloh ushbu qarordan uzoqlashishi uchun qanday yordam beradi? Alloh uning ko'ksini xuddi osmonga ko'tarilayotgandek tor va tang qilib qo'yadi. Kimni Alloh hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islomga ochib qo'yadi. Kimni zalolatga ketkazishni iroda qilsa, uning ko'ksini xuddi osmonga ko'tarilayotgandek tor va tang qilib qo'yadi. An'om surasi 125-oyat. Agar to'g'ri qaror qabul qilsang, Alloh qalbingni ochib qo'yish bilan qaroringni amalga oshirishga yordam beradi. Agar xato qaror qabul qilsang, Alloh qalbingni tor va tang qilib qo'yadi. Bundan maqsad yomon qaror qabul qilishingning oldini olishdir. Demak, bundagi bois qalbingni ochish yoki yomonlikdan to'xtatishdir. Alloh taolo bandalarni maxsus amallarga yo'llaydi. Bu bilan ixtiyor qilgan narsalarini amalga oshiradi yoki odob berish uchun biror narsaga duchor qiladi. Al-Ba'is yo'llovchi va yuboruvchi ekani ma'lum bo'ldi. Alloh taolo bandalari ojiz qolganida yordam va ko'mak ham yuboradi.